Men o'zim hayotda bir marta yolg'on gapirganman. Uydagilarda oldim. Bog'chaga 6 oylik kursga o'qishga kiryapman deb 5 yillik nursga kirganman. Ana. Keyin bir yil akademik o'tishgami shunaqa qildim-da, mendan biz kirgandan keyin 4 yillik o'tib qoldi. Ha, pedagogist. Ne bir yil bormaganman. Bir yil bormagandan keyin 4 yillikda kirib o'qiganman. Haligi tafovut bo'lgan imtihonlarni o'qib yurib topshirganman. Juda ham tirishqoqman. Ana. Nima Tajomat buvamlar unamasmidilar? Institutga kiraman to'g'ri desangiz. U vaqtda ayollar ko'chaga kim bor edi o'sha vaqtda? Xuroya bor. Alpusova ham bor. Ha. Ana Olimjon akani xotini sinf rahbarim. To'g'ri, ana. Endi ular millati boshqa, o'shalar boshqa. Ha, ularda endi erkinlik bo'lgan o'sha zamon. Ayol degan zot Ana. Keyin men institutni bitirib keldim-da. Aydan bo'lib, Masudoyam. Ha, ular borgan keyin. O'shalar maktabda ekanlar. Sinfdoshlaringizdan hech kim o'qimaganmi oliyda? O'zingiz bilan o'qigan, maktabda o'qiganlardan. Unda ko'chaga chiqarishdi. Men diplomimni olib kelganimda Shomilda edim. Ha. Nima? Endi yo'llanma olib keldim rayondan. Xo'p. To'g'ri borib, yo'llanmani ko'rdim. Siz yo'llanma olib keldingiz. Diplomingiz yo'qdi, diplomim bor meni. Desam, diplomingiz yo'q, oldayapsiz deganlar. Men hayotda oldaganman, diplomim bor. Men hozir ishga olarkansiz, spravka bersangiz, olib kelar ekanman, meni ko'rsatar ekanman deganman. Ammo o'shangacha o'ram ishlatmaganlar. Qarang. Barhamasidan olamiz ham. Hozir endi pechatnoy qilib chiqarib qo'yyapti, ulli tovush, undash tovush qilib. U vaqtda men o'zim kechasi bilan yozib chiqardim. Qizil qalam bilan. Yana biz 11 tero yozardik. Haligi ikki yoqqa ayrilib ketar. Keyin haligi 3 to'ntax teroda yozdik. Toshkent tero. Endi bizlar yuqori sinfga endi o'tganlaringdan keyin boshlang'ich sinfdan katta bo'lib Sharqo'y o'chkaga o'tildi. Zona rivojlanib ketdi, hamma narsa o'zgarib ketdi. Ondan keyin armon qilindiqa davrlarda men o'qitganimda sinfim bo'yicha hammasini olim qilib tashlardi. Bunaqa sharoitlar yaratib bergani uchun bolalarni qonini to'q qilib ustini bitkilib nimaga maktabga yuborgan ota-onasini orzu istagini amalga oshirish uchun jon jahdim bilan bilim berib bolalarni olim qilardim deb orzu qo'yaman. Endi mehnat rosa qilganman u vaqtda. Hamma narsani qo'l bilan qilib, hamma narsaga mehnat bilan erishish kerak edi. O'shani ham oilam bo'lgan, farzandlarim bo'lgan sizlarga to'g'ri aytish. Bilib berolmagan bo'lsam hammalaringdan uzr so'rayman. Keyin joni dilim bilan yolg'on gapni hayotimda ishlatmaganman. Aytyapman, o'qishga kirganimda ishlatganman, mana aytyapman. Boshqa vaqtda yolg'on gapni gapirmaganman. Yolg'on gapirganda yomon ko'rardim. Hozir ham yolg'onchilikni yomon ko'raman. Rost gapirsa kallasi ketsa ham mayli. 5 minut kech qolsam darsda 30 ta bolani 30 ta 5. Ko'paytiravering. Shularni men rizqini qiygan, o'g'irlagan bo'laman deb haligi intizomim, o'zim uchun intizomim rosa kuchli bo'lgan. Nima aytardi? Hoji Mamat yo'lda to'xtab hozirgacha yur. Bir soatdan tushib kelib so'rashib ketardi. Boshqalar bilan anaqa. Hoji Mamat qarindosh emasmi sizga? Yo'q, bitta mahallada katta. 2 kun oldin ham kirgan ekan, so'radim men. Kirib chiqdim, hozir kirib kelyapman yo'lda dedi, ko'chada ko'rishdik-ku. Lekin Hoji Mamat hammaga aytardim. Maktabda darvozasidan chiqqandan keyin salom bermasalaring ham mayli, meni ko'rmaganda o'tib ketaveringlar derdim siz. Doim to'xtab so'rashasiz.
nechta sinf chiqargan bo'lsin desam quloqsizman da dedi kelib yaxshi. Ulardan o'qitansa ularga. Ha, mahalladoshimda Xudo rahmat qilsin endi uni ham. Endi Ikromjon Rajab yigitida. Nasrullo kombinat. Ha, o'shada. Kombinatda ancha yil ishlagan. Yuribdi Sobirjon. Yonimda-yu, men o'sha yerdaman hozir endi. Kasal bo'lmay Avariya bo'ldi. avval Yerevalda avariya bo'lib ketdi Damas bilan o'zi. Yo'lda ketayotib. Endi shunaqa ekanda. Tavba qildim. Hech kim Ikromjonni shunaqa bo'ladi o'ylamagan. Juda chiroyli yurardi. Endi bir sabab bo'ldi. o'sha birinchi klass o'qiyotgan rasmlarini ko'rsamiz kulay. Ha? O'shada. Hali birinchi klass ko'rsatgan bolalarga. Ruchka o'shaldi. Qalay. hozirgi bolalar yuvinib tarani Ama kelishar kechqurun maktabdan kech qolaman deb uyqudan zo'r o'zini Ha. maktabga yetib kelardilar yo'qlab kelsalar sizlarga Alloh yo'qlasin sizlarga qancha mehnat rosa qilganman bu vaqtda hamma narsani qo'l bilan qilib hamma narsaga mehnat bilan erish kerak edi o'shani ham oilam bo'lgan farzandlarim bo'lgan sizlarga to'la ketdik bilib berolmagan bo'lsam hammalaringdan uzr so'rayman kelgan joni dilim bilan yolg'on gapni hayotimda ishlatmaganman. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi, ustoz yaxshida yaxshida.